Mustaqillikning 34 yili, ayniqsa oxirgi 8 yili albatta mamlakatimiz uchun tub burilish davri bo'ldi desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Sababi davlatimiz rahbari Prezident Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida amalga oshirib kelinayotgan keng qamrovli islohotlar albatta yurtimizni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi. Qisqacha tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu jarayonni biz 4 ta asosiy yo'nalishda ko'rishimiz mumkin. Birinchi yo'nalish bu davlat va jamiyat boshqaruvi. Konstitutsiyaviy islohotlar asosida biz ko'rdikki, aynan xalq vakillari, bu parlament va aynan shu mahalliy kengashlarning vakolatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Bu ham aynan xalq vakillarini shu qarorlar qabul qilishda xalqning xohish irodasini albatta mana shu siyosiy hujjatlarda aks ettirish imkoniyatlarini kengayganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari davlat xizmatlari raqamlashtirilganligi, shaffof va hisobdor boshqaruv tizimi yo'lga qo'yilganligi, bu ham aynan o'sha xalqni davlat xizmatlaridan foydalanishdagi imkoniyatlarini ham oshirib, ham ularga qancha qulayliklar yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari aynan davlatimiz rahbari belgilab bergan tizim, aynan o'sha davlat organlari xalq oldida hisobdor tizimi joriy qilinganligini ko'rishimiz mumkin. E'tiborlisi, bunday tizim eng yuqori bo'g'in, ya'ni Oliy Majlisdan, hukumatdan tortib, aynan eng quyi bo'g'ingacha joriy qilinganligi bu jarayonda o'sha fuqarolarimizni davlat boshqaruvida ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari fuqarolar murojaatlari bilan ishlash tizimi, jamoatchilik nazoratining ahamiyati tobora ortganligi davlat qarorlarini muhokama qilishda xalqni ishtiroki kengaytirilganligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi yo'nalish bu iqtisodiyot va ijtimoiy sohalar. So'nggi yillarda iqtisodiyot erkinlashtirilib, diversifikatsiya jarayonlari amalga oshirildi. Tadbirkorlik va xususiy mulkning himoyasi kuchaytirilganligini biz guvohi bo'lib turibmiz va buni natijasini quyidagi masalan o'sha faktlarda, sonlarda ko'rishimiz mumkin. Masalan, keyingi 8 yilda yalpi ichki mahsulotimiz 2 karra ortdi. Ya'ni o'sha o'tgan yili bu ko'rsatkich 115 milliard dollarni tashkil etganligi, eksport hajmi 26 milliard dollarga yetganligini ko'rishimiz mumkin. Yana bir ko'rsatkich bu inflyatsiya ko'rsatkichi o'sha 2016-yillarda salkam 15% bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib mazkur ko'rsatkich 9% atrofida ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu islohotlarning natijasini nafaqat bizani o'zimizni xalqimiz, balki o'sha xorijdagi sarmoyadorlar ham bunga ijobiy baho berayotganligida ko'rishimiz mumkin. Chunki mana chet el sarmoyalari 2017-yilda 3 milliard dollardan sal ortgan bo'lsa, o'tgan 8 yilda e'tibor qaratishimiz lozimki, bu ko'rsatkich, ya'ni 130 milliard dollar xorijiy investitsiyalar O'zbekistonga kirib kelganligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Undan tashqari albatta mana shunday islohotlar natijasida biz ko'rib turamizki, yurtimizda turli chekkalardagi qurilishlar, investitsiyalar, bu albatta energetikaga bo'lgan talabni sezilarli ravishda orttirdi. Shuning uchun ham mazkur masalada ham albatta o'zgarishlar bo'layotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Kuni kecha albatta davlat rahbari mustaqilligimizni 34 yillik munosabati bilan yo'llagan o'sha tabriklarda va nutqlarda mazkur ko'rsatkich, ya'ni energetika tizimida qayta tiklanish manbalar ulushi 30% ga bu yil o'zida yetganligi va marramiz 2030-yilgacha bu ko'rsatkichni 54% ga yetkazish ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Undan tashqari ijtimoiy sohaga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, albatta bu jarayonda ham tizimli islohotlar amalga oshirildi. Onlayn mahalla orqali biz ko'rib turamizki, 1 milliondan ziyod ehtiyojmand oilalar ro'yxati shakllantirilib, aynan tizimli ravishda kimlarga qanday yordam kerak ekanligini hozir davlat tegishli strukturalari orqali ko'rsatayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bunga yana bir misol o'sha har bir tumanda inson markazlari tashkil etilganligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Mana shu ijtimoiy islohotlarda albatta xotin-qizlarga ham alohida e'tibor berilyapti, yoshlarga alohida e'tibor berilyapti. Buni misolini biz mana ko'rishimiz mumkinki, aynan 50% dan ortiq talabalar qatorida bu hozirda xotin-qizlar ekanligi, bu alohida ahamiyat kasb etishi, bu ham aynan
xotin-qizlarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokini ta'minlashga qo'yilayotgan juda katta qadam ekanligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari bu sohada albatta ta'lim olish imkoniyatlari o'sha maktabgacha ta'lim sohasidan eng yuqori bo'lgan o'sha oliy ta'lim sohasigacha kengaytirilganligi, maktabgacha ta'lim bilan qamrov 2017-yilda 27% dan hozirda 76% ga ortganligi, oliy ta'limdagi qamrov 8% dan hozirgi kunda 47% ga ortganligi va oliy ta'lim muassasalari yil sayin o'sha top mingtalikka kirib borayotganligi, bu ham son ham sifat jihatdan o'zgarishlar bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Sportda ham albatta katta yutuqlarga erishilayotganligini alohida ta'kidlashimiz lozim, chunki Parij 2024 Olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasi aynan 13 ta medalni qo'lga kiritib, umumiy hisobda 13-o'rinni egallagani, hamdo'stlik davlatlari hamda Markaziy Osiyoda yetakchi bo'lganligini o'zi ham aynan islohotlarning samarasini yaqqol namoyandasi sifatida qayd etish lozim. 3-yo'nalish bu albatta eng muhim yo'nalishlardan biri. Bu ham inson huquqlari va tenglik siyosati ta'minlanayotganligida ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa o'sha konstitutsiyada inson qadri oliy qadriyat sifatida mustahkamlanganligi, davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosatda inson qadri bosh tamoyil sifatida olinganligini ham alohida ta'kidlashimiz lozim. Undan tashqari bu jarayonni aynan o'sha xotin-qizlarning siyosiy jarayonlardagi ishtiroki, parlament saylovlariga bo'lgan talabda o'sha 30% kvota aynan ayollar bilan bo'lish kerakligi, mana shu islohotlarda ayollarimiz ham ishtirokini ta'minlayotganligini ko'rishimiz mumkin. 4-yo'nalish bu tashqi siyosat. Tashqi siyosatda albatta hozir biz ko'rib turibmizki, O'zbekiston ochiq, faol va pragmatik tashqi siyosat yo'lini tanladi. Buni natijasida aynan shu Markaziy Osiyo davlatlari bilan qo'shnichilik munosabatlari juda bir katta e'tirof etilishi lozim. Aynan yuqori darajada mustahkamlanganligi. Undan tashqari Yevropa Ittifoqi, AQSh, Xitoy, Rossiya, Turkiya va Ko'rfaz davlatlari bilan ham ko'p qirrali hamkorlik kengaytirilganligi, bu ham o'sha ham ko'p tomonlama, ham ikki tomonlama munosabatlardagi yutuqlarimizni ko'rsatadi. Undan tashqari albatta O'zbekiston xalqaro nufuzli tashkilotlarda ham rolini, ishtirokini ortganligi, birgina misol Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida ham aynan o'nlab O'zbekistonning tashabbuslari qabul qilinganligi yoki Shanxay hamkorlik tashkiloti bo'ladimi va boshqa tashkilotlarda aynan O'zbekistonning faolligi ortdi. Xulosa qilib aytganda, albatta mustaqillikning 34 yilligi biz uchun albatta faqat bayram emas, balki aynan shu amalga oshirilgan islohotlar natijalarini tahlil qilish va kelgusi maqsadlarni belgilash davri ekanligini alohida ta'kidlashimiz lozim va bunda biz albatta hozir muhim hujjat bo'lib xizmat qiladigan bu O'zbekiston 2030 strategiyasi ekanligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Bugungi islohotlarning asosiy maqsadi albatta o'zgarmas, chunki davlatimiz rahbari har bir o'sha davlat idorasining mutasaddisiga ham, rahbariga ham belgilab berganlar aynan inson qadri uchun tamoyili asosida adolatli, farovon va zamonaviy davlatni biz barpo etishimiz joiz. Fursatdan foydalanib albatta barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 34 yilligi bilan samimiy muborakbod etaman. Yurtimiz tinch, istiqlolimiz abadiy bo'lsin.